Leksimizin devamını anlayışla hürmetli vatandaşım. Mürəssələşməsə özünü öldürülüşə bərabər idi. Vaxtı mürəssələşidigan bolsa mı özünü siyasi cəhətdə öldürülüşə bərabər idi. Demək, Cungo'nun millətçilik iddiası sunup getdi degan gap. Mürəssələşsə millətçilik sunup getdi. Millətçilikni saqlayman deb mürəssələşməsə iqtisad sunup getdi. Qaysı yaqımen işin mümkün Cungo demək çox ağır. Android texnikası qo'llanish jihatda o'tib ketishni tanlab elish kechirala, tanlab elish Jungo'ning internet tam to'soqlari liniyasi texnikasi jihatda Amerika bilan qarshilashish iqtidorini yo'qotib qo'yishdan kerak beradi. Xi Jinping qanday taqobil turish kerak? Yaqında o ifade bildirip ko'rsatdi ki, Jungo xuddi atom qurollarini yasagandek g'ayrat bilan davlat kuchini ish qisilib, Android texnikasini tadqiq qilmoqchi bo'ldi. Chunki bu texnika baribir siyosiy hokimiyatning bexatarligiga berib chetilganlikdan shunglashqi Jungo hukumati texnika jihatda Jungoning nurg'un pul xarjlab internet tam to'soqlarga va internet urishiga kerak bo'lgan Androidni ishlab chiqara oladigan iqtidori bor deb qaradi. Lekin bu iqtidor navbatda Amerikaning Jungo'ga aybi bilan qistab kelayotgan xiristlarga taqobil turishni hal qilib berolmaydi. Shundaqla nihoyat keng ko'lamda savdo sanoat kerak bo'lgan Android texnikasi va uni ishlab chiqarish jihatda Amerikaning umumyuzlik ustunligini bu taqobil turish tadbirlari Jungo'ning Amerikaning ustunligini hargiz o'zgartirmaydi. Bundan kelib chiqadigan masala shu bo'ladi, shundoq bo'ldiki, Amerika bilan Jungo qarshilashning tezlik bilan o'rlishining kontrollikdan chiqib ketishi xatari bormi yo'q? Eng muhim masala mana bu yerda. Ziddiyatlar shundoq kelayotgan bo'lsa, bu kontrollikdan chiqib qolamdi yo'q. Agar Amerika bilan Jungo qarshilashning o'rlab ketishi tahdidi Xi Jinpingning huquqni mustahkamlash arzulariga tahdid soladigan bo'lsa, o'xshashda prezident Trumpning qayta saylanish mumkinligini ham oshirdi. Demak, bu qarshilash Xi Jinpingning huquqni mustahkamlash iddialariga tahdid paydo qiladigan bo'lsa, o'sha qarshilash vaqtda prezident Trumpning Amerika Qo'shma Shtatlarida yana qayta bir qatim prezident bo'lib saylanishiga mumkinlik oshirib berdi. Endi o xabarimiz tugidi. Liang Jing deganning yozgan maqolasi endi yangi xabar. Jiddiy xabar. Oxiri yetib keldi. Amerika Adliya Ministrligi Jungo'ning Huawei shirkatini tekshirishga boshladi. Mavzuli xabar 4-oyning 25-kuni Rimrabo gazetida e'lon qilindi. Shu kuni OneWeb orbita ko'chirib berildi. Biz 2 kundan beri so'zlayotganlik semizda Jungo'ning Johnson shirkatini Amerika jazoladi, bu halok bo'ldi. Yoki halok bo'lishdan girdobga keldi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlari Amerikada bozorga chiqqan va dunyoda bozorga chiqqan Jungo'ning endi Huawei shirkati tekshirishga boshladi. Wall Street gazetining xabariga asoslanganda Amerika Adliya Ministrligi Jungo'ning Huawei shirkati Ironni import qilish siyosiy xiloflik qildimi yo'q? Hozir tekshiryapti. Adliya Ministrligining tekshirishning ilgirlash darajasi qanchalik? Texi oydin emas. Tekshirish konkretni ayblaydigan narsa nima? Tekshirish jarayonida ayblaydigan konkret narsa nima? Sadece hatta Amerikaga Jungo serik belgilik ogohlantirish berdi. Mavzuli xabar 4-oyning 27-kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi. Bu ya'ni yangi bir xabar. Sadece hatta Amerika Jungoga serik belgilik ogohlantirish berdi. Mavzuli xabar 4-oyning 27-kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi. Fransiya agent xabar mundaq boshlandi. Fransiya agentligi 24-kuni Shangangdan xabar tarqatib mundaq ko'rsatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Shangangda turishliq konsuli Kort Tang bugun nayta qattiq iboralarni ishlatib, Jungoning samiga selib qo'ydiki, Amerika savdo masalasida allaqachon Jungoga seriq belgilik ogohlantirish berdi. O'xshashli Jungoning islohotdan keyingi chekinayotganligidan ansirdi. Demak, bugun sen Jungo islohot ishlatuvchi siyosatini boshladim. Keyingi chekinishingga ruxsat yo'q. O'ltirib olishingga ruxsat yo'q. Ishga taqib olishingga ruxsat yo'q. To'limi ilgirlab qadar Huawei, Zhongxin shirkatlarini o'tirg'i chiqarib, dunyoning fan texnika inqilobiga yoki 4-qatimliq sanoat inqilobiga rahbarlik qilishman deyishingning o'rni yo'q. O'zingning o'rnini bil. O'ltag'an o'rnini bil. Shundaqmi ya, hurmatli vatandoshim? Keyingi chekinayotganligida ansirdi. Amerika Jungo o'tirisida savdo talash tartishi har qaysi sohalarning savdo urushining umumyuzlik portlashidan ansirashni keltirib chiqadi. Krizisning yer shari iqtisodiga chetilishidan ansirdi. Bu to'g'rida Amerikaning Shangangda turishliq konsuli Kortong 24-kuni Shangang muxbirlar klubida mundaq ko'rsatdi. Jungo Dünya Savdo Tashkiloti kirishdan burun bergan va'dalarga amal qilmadi. Balki allaqachon Amerikaga foydasiz chakka yetib keldi. Bu ishlar amal qilmaslik Amerikaga foydasiz chakka yetib keldi. Endi Amerika haqqoniy sabablarga ko'ra Jungoning to'lam to'lishini talab qiladi. 17 yıl qo'yib etdiqa Jungo apandi deydiki, Amerika bu yerda hozir Shangangda turishliq konsuli Kortong apandi 17 yil. Endi shu qoidalar bo'yicha Amerikaga haq to'lam da'vosi bilan to'lam to'lishingiz kerak deydi. Kortong mundaq ko'rsatdi. Men eng yaxshi ko'radigan futbol iborasi bilan aytsam, Jungo allaqachon seriq taxtiga erishdi. Biroq taxtay dengiz futbolchi ziyonkashlikka uchrashdan avval fursatdan foydalanib top tepish uslubini o'zgartganda, ya'ni seriq taxtiga ega bo'lib qolgan futbolchining fursatdan foydalanib buningdan qutulish uchun o'zining uslubini o'zgartganda bir holda turdi Jungo. Kortong yana mundaq ko'rsatdi. O'zini yerim boshqaradigan Shangang bir o'lga tiklishi lozim. Bir iqtisod gavdasi sifatida ham Jungoning bir qismi sifatida ham dunyoning prinsiplariga amal qilishi lozim. Kortong mundaq ko'rsatdi. Kishini ansirtadigan hodislar oshkorildiki, markaziy hukumat qattiq boshqarganlikdan Jungo iqtisodiy islohot jihatda keyniga chekinishga boshladi. U yana mundaq ko'rsatdi. Analizchilar mundaq deydi. Jungoning ko'lami va muhimligini nazarga olganda, mening ko'z qarashim tamom aksicha. Jungoning masalasi intayin cho'ng masala. Buningga sal qarashga bo'lmaydi. Prezident Trump o'tgan oyda Jungodan import qilingan tovarmallarga 150 milliard dollarlik yuqori boj qo'yish planiga tasdiq soldi. Jungo ham javoban Amerikadan import qilingan yezi egilik mahsulotlariga tamojda beji qo'ymoqchi bo'ldi. Burunqi sizlar leksiya so'zlab bo'lgan jumlalar, lekin bu shu boshqa yozilgan xabarlarda takrorlanib turdi-ki, vatandoshim shunga men uni ham tashlab o'tayman.